Hikmatilla Karimov, Hisobchi AI fintech startup asoschisi. Oddiy qilib tushuntirganda, Hisobchi AI bu prihod-rasxodni hisoblaydigan ilova. O'zi rasxodlarni yozib borish, ularni nazorat qilish nimaga kerak bizga? Qisqa qilib aytsa bo'ladi, o'lchanadigan narsa o'sadi. Ana complex analyze ustida ana bugungi kecha kunduzda ishlayapmiz. Chunki qarorimiz mana uje yetarli emas, prosta yozib anaqa qilishda, prosta yozib ko'rsatish. Ya'ni uje qaror qabul qilishga yordam berish kerak. Bu hammasi informatsiyada data. Juda katta data bu narsa. Bu xavfli emasmi? Siz bu datalarni qanaqa qilib ishlatasiz ertaga? Men nima qilsam, hisobchini bitta userini 100 ming puli 150 ming bo'ladi. Londondan kelganimda firma ochgandim o'zim uchun, turizm kompaniyam uchun. O'shanda Tushunmaysiz. yagonalar ichidan firma ochib borku, bir hafta, даже bir oygacha telefon tinmadi-da. Har xil turdagi agentство kompaniyalar menga o'zining xizmatini taklif qilyapti-da. Men ularga telefon qilganlarga aytayapman-da, "Men datam qayerdan oldingsan? Qayerdan bilasan men firma ochganim?" Yagondarchidan oldik. Keyin yagondarchiga men borib savol berdim-da, "Sizlar nima haqqinglar bor mani misol uchun datamiz ochishga?" Ya O'zbekistonda hali juda ham sayoz qaraladi shaxsiy ma'lumotlarga. Bu ochiq oydin narsa. Shuning uchun hozir Telegramga kirib ana qaysidir banklar ana nomini yozsangiz, kanallar chiqadi-da. Kanalni ichini ochib qarasangiz, ya'ni immunitet shakllanguncha baribir hamma bir marta kasal bo'lib o'tadi-da. Hisobchi AIga qaytadigan bo'lsak, Xullas $20 dan 3 ta odamga sotdim. Adashmasam kunlardir $10 oldim, kunlardir $20 oldim sirazi. Pulni oldim, bir haftadan keyin tayyor bo'ladi deb, keyin bordim, anaqa backenderim bor edi. hali produkt yo'q. Yaxshi narsa. Bevosita AI bilan startup qilgan odam sifatida nima deb o'ylaysiz? AI qayerga qarab ketyapti? AI mana dal shu rivojlanishi bitta narsaga olib keladi. Qaror qabul qiluvchilarni qiymati oshadi. Qaror qabul qila olmaydiganlar yoki qilmaydiganlari qiymati tushadi. Hozir 27 daman. Maqsad 35 dan keyin ishlamaslik. Hikmatilla aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz bizani podkastga. Yo'q demaganingiz uchun kattakon rahmat. Sizni ko'rib juda ham xursandmiz. Sizga juda ham qiziqarli savollarimiz bor. Sizni loyihangiz haqida hammasi bizga juda qiziqarli bo'ladi. Shunaqa boshlashdan oldin bir tomoshabinlarimizga ham qisqacha sizni tanishtirib o'tsam, Hikmatilla Karimov, Hisobchi AI fintech startup asoschisi. Oddiy qilib tushuntirganda, Hisobchi AI bu prihod-rasxodni hisoblaydigan ilova. O'zi bitta savolim bor edi, juda ham oddiy savol. O'zi rasxodlarni yozib borish, ularni nazorat qilish nimaga kerak bizga? Qisqa qilib aytsa bo'ladi, o'lchanadigan narsa o'sadi. Agar nimani o'stirmoqchi bo'lsangiz, birinchi o'lchashingiz kerak. Vazn tashlamoqchi bo'lsangiz ham taroziga chiqasiz. Misol uchun nimanidir ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, avval nechtaligini bilishingiz kerak. Agar maqsad yoki hayotda masalan pulingiz ko'paytirmoqchimisiz, avval o'lchab olishingiz kerak. Hisobchi bu o'sha o'lchashga yordam beradigan instrument. O'zi noldan boshlab deb o'zi loyihamiz noldan boshlab bo'lsa, o'zi nimaga noldan boshlab desangiz, o'sha boshidan oxirigacha, ya'ni ma'lum bir darajagacha o'zi odam harakat qilib o'sishga, harakat qilib yurgan bir tadbirkorlarni o'zi chaqirib suhbatini olish, detalli informatsiya olishda. Ya'ni o'zi bu noldan boshlab harakat qilayotgan insonlar, bizga o'xshagan yosh tadbirkorlarga o'zi aynan hisobchi AI ga qanaqa o'rni bor deb o'ylaysiz? Ya'ni o'zi juda o'rinli bo'lsa kerak deb o'ylayman, chunki baribir bu menimcha ko'proq o'rganayotgan ila qanaqadir bir boshlang'ich nuqtadagi tadbirkorlarga juda o'rinli keladi-da. Shuni bir gapirib o'tsangiz. Bu yerda aytadigan bo'lsak, birinchisi bu yoqdan boshlaymiz, chunki savolni oldingi periodi bor. Nima uchun yoki nimaga kerak deydigan bo'lsangiz, menda o'sha bu yaratilishidan oldin juda ko'p tanishlarim bor, aynan yosh tadbirkorlar, balki ko'rayotgandir bu videoni. Endi agentsiyasi bor, biznesi bor, kichkinada. Kassovый разрыв degan narsa bor. Juda yaxshi bilasiz-da. Biznes puli, shaxsiy pul. Siz hali kichkina vaqtingizda hali finansist yo'q, anaqa yo'q, tushgan pul hammasi sizniki, chiqadigan pul hammasi sizniki. Kimgadir oylik berish kerak, cho'nchagingizdan berasiz. Pul keladi, klientdan pul olasiz, cho'nchagingizga tiqasiz, bitta cho'nchak. Yuraverasiz keyin. Muammo nimada desak, biznes pulni ajratib olish kerak. Men o'sha ko'pchilikga aytardim,
biznesing bormi, o'zingga oylik chiqasiz, farqi yo'q qancha. Masalan, 10 million kerak bo'lsa 10 million, 20 million kerak bo'lsa 20 million. Qolgan pulga tegma derdim-da. Aynan shu narsadan kelib chiqib, pulni ajratib olishdi. O'sha hisobchi aynan shu yerda shu uchun yaratilgan. Ya'ni avval yozish masalasi, ya'ni prihod-расход, чтобы kimdan qancha oldingiz, kimga qancha berishingiz kerak. O'zingizni shaxsiy pulingizni ajratib olish uchun hisobchi bor edi. Ya'ni yaratilgandi. Shunda sizlarda ikkita kabinet bormi? Hozir biznes uchun отдельно и personalniy uchun отдельно. Вот kabinetga endi ketyapmiz. Kabinet emas, balanslar nima edi? Balanslar yaratsangiz bo'ladi. Masalan, shaxsiy расходlaringiz uchun, ishxona uchun, oila uchun va hokazo balanslar yaratib olib, pulni o'shda ajratib tashlaysiz bo'ladi. Boshqarib o'sha расходlari, приходlari o'sha har bir balansga alohida tushirasiz-da. Shunda hamma pul kanallari ajraladi. U ishxona uchun ishlatadigan bo'lsak, misol uchun, eng og'riqlisi nimada? Misol, ishxonaga faqat siz расход qilmaysiz-da. Uni расходda hammasini misol uchun up to date hammasini misol nima deydi, analiz qilib, kontrol qilib borishingiz uchun deylik, hisobchiga qanaqa o'rni bor? Ya'ni agarda kabinetingiz hozir misol ochiladigan bo'lsa-da, qanaqa buni misol deylik, mana buxgalter menda bor. Buxgalter ukamiz misol bunaqa расход bor deb turib, har bittasini mendan so'ramaydi-da. Bu uchun отдельно misol uchun profil ochiladimi? Men uchun отдельно profil, misol uchun owner uchun, buxgalter uchun, finansist uchun shunaqa bo'ladimi? Qanaqa ishlaydi bu bizda? Shunaqaroq hozir doimiy yangilanish ustida nimadir ustida ishlayapmiz. Bir nechta varianti bor uni. Birinchisi, masalan, qaysidir balanslaringizni, masalan, siz biznesmensiz, masalan, tadbirkorsiz, sizda ishxona puli bor, shaxsiy pul bor, anaqa bor. Sizni buxgalteringiz misol uchun o'ziga hisobchidan ro'yxatdan o'tadi. Siz qaysidir balansingizni u odamga anaqa boshqarishga berib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni siz misol uchun ishxona puli degan balansga расходlar yozasiz, dohod yozasiz, buxgalterda u narsa ko'rinadi. U buxgalteriya hisobot отчетda o'sha narsani misol uchun ko'rib tura oladi real time, ya'ni siz qo'shishingiz bilan o'tda ko'rinadi. Hozir mana misol bizada yangi filial ochish harakat qilyapmiz. Hozir restoran yo'nalishiga kirishni boshladik. Oldin street cafe, ya'ni kafe yo'nalishida bo'lganmiz, ko'cha kafelari. Xo'p, endi o'tdagi qilinadigan расходlar misol uchun uni setup qilish uchun, ya'ni tayyorlash uchun hozir mana har xil odam расход qilyapti-da, misol. Buni umumiy summasini bitta men ko'ramanmi yokida qolganlar ham ko'ra oladimi uni? Ya'ni shu birinchi nuqtadan boshlab 10-nuqtagacha misol. O'zi mana rollar degan narsa bor. Ya'ni 3 ta rol beriladi: ko'rib turish, boshqarish, anaqa nimada full access degan narsa bor. Misol uchun kim ko'rib turishini xohlasangiz, faqat nazorat uchun unga berib qo'yasiz. Kimgadir misol uchun faqatgina yozish uchun ruxsat berasiz. Shunaqa u siz tanlaysiz odam qo'shyapti. Значит, o'zining funksiyalari bor ekan. Da. O'zi aslida hisobchi AI o'zi shunchaki instrument aslida. Asl mohiyatga kiradigan bo'lsak, har bir odam baribir pulini o'lchashi kerak. Farqi yo'q hatto. Bu o'sha Excel bo'ladimi, Notion bo'ladimi, qog'ozga yozadimi, miyasida saqlamagani yaxshi. Yozish kerak, o'lchash kerak. Sizning savolingizga kelamiz. Aynan o'sha pul boshqaradigan applar millionta bo'lgan shu paytgacha-da. Kirasiz, расход yozasiz. Bu birinchidan intizom kerak, ikkinchidan siz qunt qilishingiz kerak u narsaga. Men o'zim ham bir nechtasini oldingi hayotda deylik, bir necha yillar oldin ishlatganman. O'sha qolib ketadi. 3 oy ishlataman, qolib ketadi, 4 oy ishlataman, qolib ketadi. Aynan shu og'riqlardan kelib chiqib biz ovoz qo'shdik, чтобы strong type olib tashladik, ya'ni kalkulyatorga kirib, pummani yozib, kategoriyani qo'lda tanlash narsalar olib tashladik-da. Prosta 100 ming mashinaga desangiz, mashina degan kategoriyaga avtomatik qo'shib yuboradi. Ya'ni oldin bitta расход qo'shishingiz, masalan, sizdan 10 sekund vaqt olgan bo'lsa, hozir 10 ta расходni 3 sekundda qo'shsangiz bo'ladi. Ya'ni qanaqadir ma'noda inson agar o'sha pulini расход qilish uchun ya'ni qanchadir energiya ishlatayotgan bo'lsa, biz yanada kamroq energiya ishlatsin deb maksimal osonlashtirdik. Lekin baribir odamlar tashab qo'yapti. Ya'ni mana bittasi Shuni so'ramoqchi edim. Siz mana qanaqadir balkim research qilgandirsiz, bu haqida izlanishlar qilgandirsiz. O'sha o'rtacha mana pul boshqaradigan applar, o'sha kirib qo'lda yozadigan applar yoki Excel deylik, istalgan appni LTV'si, lifetime deydi, yashash muddati 3 oy, 4 oyda. Nimaga unaqa? O'sha odam erinchoqda. Endi qarang, mana 3 oy, 4 oy ishlatgan odam menimcha yetarlicha qunt qilgan, kiritgan.
agar u narsa realniy foydasi bo'lganida balkim davom ettirgan bo'lardi degan bir fikr ham Yo'q, bu sredniy 3-4 oy. Ya'ni kimdir 1 oyda tashlab ketgan, kimdir 1 yilda tashlab ketganda, o'shaning uchun sredniysi 4-5 oy, 3-4 oy hisoblanadi. Foydani sezgan odamlar hozir ishlatyapti. Ya'ni hisobchi haqida aytmayapman, shu pulini boshqaradigani qadarda ishlatyapti. Ya'ni уже moliyaviy intizomlikka chiqqan, o'lchashni boshlagan odamlar ishlatyapti уже. Tashlab ketganlar, farqi yo'q, kimdir hisoblab bersa ham tashlab ketyapti. o'zi qarang, biznesda ishlatsa ishlatish kerak. Bu narsa must have, melichigacha yozish kerak. Bu narsaga qo'shilaman. Shaxsiy rasxodlarga keladigan bo'lsak, misol uchun deylik, hammamiz oilalimiz. Ayolingizga qanchadir rasxod qilasiz, misol uchun $500 unga, $200 bunga, $100 bunga-da. Oxirida oyning oxirida ko'ryapsiz, shuncha rasxod qilib qoldingiz, qilib qo'ydingiz. Endi bu narsani aytmaysiz-ku, to'g'rimi? Sen voy ko'p rasxod qilib yuboribsan, endi tushiraman bu narsani deb aytish qanchalik to'g'ri? Qarang, to'g'ri-noto'g'ri degan narsa yo'q hayotda o'zi. Sizga to'g'ri kelyaptimi, qilish kerak. Masalan, unga yetishingiz shart emas, primoy o'zi rasxodlarni kamaytirsangiz bo'ladi, optimizatsiya qilsangiz bo'ladi. Masalan, qarayapsiz, deylik, mashinaga, masalan, moykaga, deylik, har 3 kunda yuvdirdingizda, oy oxirida, bilmayman, 4 million pul chiqdi masalanda. Shunda yuvdirmay qo'yasizmi? Kamroq yuvdirishingiz mumkin. Endi qaror qabul qilish haqida gap ketyapti-da u yerda o'zi. Ya'ni ajratib oladigan bo'lsak, qaror qabul qilish bor, bu tepa daraja. Uni pastida har bir qaror sizdagi ma'lumotdan kelib chiqadi-da. Sizga bu ma'lumot yig'ib beradi hisobchi. Qaror qabul qilish sizniki. Xohlasangiz, balki 4 million kam ekan, 3 kunda bir emas, har kuni yuvdirishim kerak ekan deyishingiz mumkin. Bu yerda qaror sizniki. Agar sizda maqsaddan kelib chiqadi, pul tejash bo'lsa, sizga ko'rsatib bera oladi. Ya'ni qara, 1 oyda 4 million mashinaga ishlatibsan, cho'ta ko'p. Yoki misol uchun ovqat ko'payapsa, masalanda. Aka, menimcha-chi, mana shu yerda o'zi hamma muammo ham mana shu yerda deb o'ylayman. Ya'ni mana misol uchun 1 oy ishlatadi, 2 oy, 3 oylab ishlatadi. Oxirida xo'p rasxodini ko'rdi. По-любому keyingi oy ham shunaqa rasxod qilyapti. Ko'rsam ham, ko'rmasam ham shunaqa rasxod qilyapman. Bu narsani yozib borishni nima keragi bor degan bir fikr ham paydo bo'lib qolishi mumkin-da. Biz shu narsaga qarab ketyapmiz. Ya'ni уже faqatgina rasxod, prihod, rasxodni yozib yuradigan narsa emas. Biza bu prям yordamchi, klon haqida, klon bo'lishga qarab ketyapmiz. Decision makingga-da, ya'ni qaror qabul qilish uchun yordam beradigan. Misol uchun, men endi shunaqa odat bo'lib qoluvdi. Mana Oybek bilan sinfdoshimiz bitta joyga milkshake ichishga o'rgatib qo'ydi-da shu bolamani. Oybekga biz o'rgatganmiz. O'shga borishga o'rgatib qo'ydi-da. Shu ishdan rosa charchagan paytim erinmasdan 3 kilometr boraman, ichib, keyin qaytaman-da. Mana shu narsa misol arzon emas, lekin har kuni continuously, ya'ni ketma-ketlik bilan takrorlansa agar, bu summa misol uchun kattalashib ketib qoladi. Buni odam erinadi, 1 oyda necha marta milkshake ichdimikin misol uchun, bu yo 1 haftada misol uchun. Tushunasizmi? Buni umumiy summasini misol uchun menimcha shu men o'zim fikrlashim, hisobchi bilan bitta qarasangiz, ko'p ichib qo'yayotgan ekanman-u deb, ya'ni nima deydi? Nujda yo'q-da bunga, nima yo'q. Nima deydi? Talab katta emas, ya'ni bu xohishiy qilinayotgan narsalarni qisqartirish menimcha. Foydasiz xohishiy qilinayotgan narsalarni qisqartirish menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Sizga masalan, hozir mana bugun kecha kunduzda aynan shu narsa ustida ishlayapmiz. Masalan, Murod va uning kloni bor, hisobchi AI, o'sha sizning kloningiz bo'ladi. Sizga oy oxirida bottleneck degan narsa bor. Xullas, sizga hamma narsangizni analizini beradi. Qara, taksiga mana buncha ishlatyapsan, buni mana bunaqa qilish mumkin yoki oldingi oyga nisbatan mana bunaqa bo'ldi, o'sish bo'ldi. Aynan misol uchun ko'p pitsa yeyapsan, pizzani o'rniga masalan sho'rva ichishingiz mumkin. Healthy lifestyle suggestion. Ya'ni complex analyze ustida mana bugungi kecha kunduzda ishlayapmiz. Chunki qarorimiz уже yetarli emas, prosta yozib anaqa qilishda, prosta yozib ko'rsatish. Ya'ni уже qaror qabul qilishga yordam berish kerak. Bu yoqqa qarab ketyapmiz. Aynan sizga misol uchun nasib yengillanishlar chiqsa, aynan shu narsani aytib ber. Agar qirg'izsiz, milkshake ichdim, X summaga desangiz, sizga aytishi mumkin. Baraka topib ko'r.
har kuni emas, cherezdan ichsang, mana buncha pul ekonom qilasan, misol uchun deyish mumkin-da. Va yoki mana bu narsani ko'proq qilsang, seni daromading mana bunchaga oshadi degan narsani уже beradi. Bu juda ham zo'r. Demak, hisobchi AI shunchaki prihod rasxodni yozadigan ilova emas. Уже hozir o'zida unaqa emas. Zo'r. И biza dальше olib ketyapmiz bu narsani, чтобы har kuni nimadir qilyapmiz, чтобы yanada yaxshiroq bo'lish uchun. Mana yangi odam ishlatishi uchun, yangi odam kelishi uchun va bor odamlar 3 oydan keyin tashlab qo'ymasligi uchun. Anaqalar. И siz aytayotgan narsa, masalan, kiritish muammosini yana hal qilyapmiz. O'sha taqdimotda Zafar akam aytgandilar, o'sha man ham aytganman. Уже biza bank bilan integratsiyamiz bor уже. Uzkart, Humoyingizni ulab qo'ysangiz, boyagi kartadan to'lagan narsalaringizni kirg'izish shart emas уже. Avtomatik keladi. Shunisi juda yaxshi ekan, lekin menga Da, и plus o'sha boyagi analizga, milkshake ko'p ishlatayotgan degan narsaga уже kartadan o'zi o'rganib chiqadi уже. ya'ni aynan misol uchun deylik milkshake 80 ming bo'lsa, aynan 80 ming har safar payment bo'lsa, misol har kuni. Bu degani milkshake'ni o'zi uchun shunda saqlanib qoladi. Patternlar yig'adi o'zida. Bu narsani menimcha aniqlashsa karta raqami orqalimi deyman. Buni ustida hozir terminallar bor. Bizda mana kartadan to'lov qilganingizda, qayerda to'laganingizni datalari bor. Ya'ni misol uchun korzinkaga to'lasangiz, korzinkaning terminali bor-da, o'zining raqamlari bor. U bizani bazaga tushadi, bizani bazada misol uchun korzinka kategoriyasiga biriktiriladi. Bo'ldi, endi любой payt korzinkada to'lov qilsangiz, korzinka bo'lib kelaveradi u narsa. Qiziq bu narsanichi yoshligi вообще nima foydali-da bu narsa. Mana men shu faqat xodimlar aksariyati yosh bolalar, misol uzoq 25 yoshgacha, bular hammasi ishlaydi. Har kuni ma'lum bir summa topadi. Endi misol kamida ofitsiantlar ham 6 million pul topadi, misol 10 milliongacha topishadi. Lekin har safar qarz oladi, puli yo'q. Krediti bor, puli yo'q. Shuncha ishlaydi, puli yo'q lekin. Ya'ni o'sha moliyaviy erkinligi bo'lib turib ham uni misol uchun manage, ya'ni kontrol qilishni bilmaydi. Bu narsa menimcha yoshligi ancha nima bo'lsa kerak, podдержка bo'lsa kerak bu. Lekin menga boshqa signal kelyapti hozir. Bu hammasi informatsiyada data. Juda katta data bu narsa. Bu xavfli emasmi? Siz bu datalarni qanaqa qilib ishlatasiz ertaga? Yo'q, bu yerda уже sal boshqa tomondan qarashimiz kerak. Data deganda ikkiga ajratib olaylik. Kartanikini hozir cheklab turamiz. Siz aytayotgan misol uchun men bunga manimcha ishlatdim degan narsa, bu hech narsa, hech qanaqa qiymatga ega bo'lmagan data. Bu bir. Ikkinchidan, xavfsizlik уже mana nimadir qilishdan oldin birinchi xavfsizlik o'ylanadigan darajaga kelib qo'ydik уже. Ya'ni biz startapmiz, baribir tez qilamiz-ku. 6 oy oldin birinchi narsani qilib, xavfsizlikka keyin o'ylardik-da. Mana уже 1 yil yurib bo'lgandan keyin уже birinchi yuridik tomoni, xavfsizlik tomoni, hamma narsani o'ylab, chek nima ptichkada qo'yilgandan keyingina ishga kirishadigan darajaga kelib qoldik уже. Ya'ni nimadir qilishdan oldin hamma narsa ok bo'ladimi, anaqa bo'ladimi degan tekshiruvlardan, ichki tekshiruvlardan o'tadi. Bu data masalasida yana o'sha narsa, datalar bekitilgan, который mana hozir kimdir buzib kirgan taqdirda ham siz rasxodingizni ola olmaydi. Yo'q, u buzib kirishda emas, u datalar bari sizda bo'ladi-ku, to'g'rimi? Bitta loyiha bor. U loyiha telefonlarni kuzatadi полностью. Qanaqa kuzatadi? Misol uchun deylik, oddiy qilib tushuntiraman, reklama sferasidan tushuntiraman. Misol uchun, bu yoqda ikkita kafenya bor, Bon bor, B&B bor. B&B Bonni mijozlariga именно faqat mana shularga target qilib reklama yoqoladi. Bu narsani o'sha kompaniya sotadi konkretno. Mana shu tarafdan misol uchun qanaqa qilib ishlatasiz demoqchiman-da. Ertaga misol uchun bu datani siz sotishni niyat qilganmisiz? Yoki balkim bu data sizga improve qilishga yordam berar. Keling, o'zi anaqa qilamiz. Oferta degan narsa bor, o'zi bilasizlar, foydalanish shartlari dogovor bo'ladi. Har bir bizning platformaga kelgan odam bilan. O'sha ofertaga hamma narsa yozib qo'yilgan. Что datani biz sotmaymiz degan narsa. Chunki bizda mana datani sotish asosiy yo'nalish emas va qiziq emas. Biza уже mana kecha oxirgi oylarda xayolimda boshqa narsa aylanyapti. Ya'ni men nima qilsam, hisobchini bitta userini 100 ming puli 150 ming bo'ladi. Mana shu narsa ustida hali javob topmadim, deylik, ya'ni qo'pol qilib aytganda, chunki gipotezalar juda ham ko'p. Lekin maqsad mana o'sha hisobchini ishlatyapsiz. Nima qilsam, siz 100 mingiz 110 ming bo'ladi.
mayli ichidagi 2000 ga meniki bo'lsin, что bu sizniki 10 000 bo'lgani uchun-da, sizni demak plyus ko'paygandan foyda ko'ring. Ya'ni siz boying, men ham boying. Sizlarni missiya shunaqa. Уже shunaqa qurildi. Вот shu kecha kunduzda bir nechta narsalar research qilyapman. Boya aytgandek xavfsizlikka borib uriladi. Mana bu qonunchilikka uriladi, baribir nima desa bo'ladi, hali oxirgi qaror qabul qilinmadi, lekin missiya уже shuni ustida qurildi. Mana sizlarni raqobatchilar bor ekan, TOAI degan. Ulardan nima farqinglar bor? Ko'p unaqalar, bilmadim hozircha. Men uni ishlatib ko'rmadim. Lekin boya data haqida gapirdingiz-ku. O'sha datada men misol hayolim kelib qoldi, aytdim milkshake ichaman deb. Mana shu aynan milkshakedan men zerikdim-da. Zerikdim. Menga hisobchi AI misol uchun qanaqadir suggest qila olaymi? Misol siz ham milkshake ichib yuribsiz, men sizni tanimayman. Siz meni tanimaysiz. Hop siz deylik, BMWdan ichib yuribsiz, men BMWdan ichmaganman milkshake. Menga misol uchun agar sizga yoqadigan bo'lsa agar, sizni datangizdan kelib chiqib, menga agar suggest qilsa agar, men misol xursand bo'lardim misol uchun-da, borib. Yo aka, buni atrofida juda ko'p narsa qilib olsa bo'ladi. Yo, o'zi в общем, bu datani atrofida. yana misol 100 ming, 150 ming qilish haqida gapirdingiz-ku. Lekin data bilan ham qilsa bo'ladi, ya'ni menga foydali bo'lardi. Men 80 mingga ichib yuraman misol uchun. Agar bu yoq yaxshiroq milkshake 60 mingga ichib yurgan bo'lsa, why not misol. Davay, menga misol uchun agar data bersa, 80 mingga ichgandan ko'rasi, davay men bitta ichib ko'rmaysanmi 60 mingni misol. Agar map jihatdan meni lokatsiyamga yaqinroq agar holat bo'ladigan bo'lsa ham, misol men rosa xursand bo'lgan bo'lardim. Pozitiv tarafdan ham qarasak bo'ladi. Bu juda katta datada. Negativ taraflama ham misol qarasangiz, mana oddiy misol, men birinchi marta Londondan kelganimda firma ochgandim o'zim uchun, turizm kompaniyam uchun. O'shanda tushunmaysiz. yagonalarchidan firma ochib bor-ku, bir hafta даже bir oygacha telefon tinmadi-da. Telefon qilishadi, buxgalteriya xizmatidan taklif qilishadi. Bu yerdan yana boshqasi, ya'ni har xil turdagi agentство, kompaniyalar menga o'zining xizmatini taklif qilyapti-da. Men Londondan kelgan paytim men uchun juda bu noodatiy va juda xunuk holat bo'lgan. Sababi o'zingiz bilasiz, UK da datani sotish, u meni ruxsatimsiz meni datamni sotish, bu juda qo'pol xato hisoblanadi-da. Buning uchun javobgarlik ham bor-da. Bu javobgarlik bor. Men ularga telefon qilganlarga aytayapman-da, men datam qayerdan oldingsan? Qayerdan bilasan men firma ochganim? Yagondarchidan oldik. Keyin yagondarchiga men borib savol berdim-da, sizlar nima haqqinglar bor meni misol uchun datamni sotishga misol uchun. Ya, O'zbekistonda hali juda ham sayoz qaraladi shaxsiy ma'lumotlarga. Bu ochiq oydin narsa. Shuning uchun hozir Telegramga kirib qaysidir banklar nomini yozsangiz, kanallar chiqadi-da. Kanalning ichini ochib qarasangiz, odamlar pasporti yuborilgan. Seriyozda. Odamlar shartnomalari, pasportlari, ya'ni qachondir kimdir kanal ochib qo'ygan, yuborib qolgan, kanalni public qilib qo'ygan yoki nimadir qilgan. Hozir mana bugungi kunda bor. Lekin shunaqa odamlar ham bor mana. Savodsizlikdan kelib chiqsa kerak bu narsa. Loqaydlik deylik. Chunki o'ylashadi, pasporti rasmi nima qilibdi. Bo'pti, boshqacharoq savol. Kimgadir pasportingiz rasmini tashlamaganmisiz shu paytgacha? Skanerni kimga? Mana No, endi tanigan odamlarimga misol uchun viza qilganman yoki qanaqadir tadbirlarda qatnashganmiz, misol uchun o'shalarga. No, vizani qilgan odam ham, misol uchun agentство yoki shaxsda, kim garantiya beryapti hozir pasport o'sha odam yoki boshqa odam u pasportingizni nimadir qilmasligiga rasmi bilan kim garantiya beradi? Hech kim garantiya bermaydi, u ham to'g'ri. Odam o'ziga bog'liq. Tushunishingiz uchun bizada hozir tartib o'zgarishdan oldin bor edi. Samolyot O'zbekistonga uchib keladi, bittasi etib hammani pasportini yig'ib chiqadi-da, my ID email, uz emailga urib qaytarib berib yuboradi. Cho'za anaqada, birinchidan odamlar o'zi hali shaxsiy datasini himoya qilishga qaramaydi. Ikkinchidan уже boshqa odam foydalanadigan odamlar ham u narsaga qaramaydi-da. Ketaveradi hamma narsa. Men shu muammoni qanaqa qilib o'zgartirsak bo'ladi yaxshi tarafga? Nimadan boshlash kerak? Hamma odam o'zidan boshlash kerak, himoya qilish kerak ma'lumotlarini. Pasport so'rayaptimi, misol uchun bermasin masalanda, yoki shaxsiy ma'lumotlarni hamma joyga ham kiritmasin masalan. Parollarini yaxshiroq saqlasin, hammaga berib tashlamasin, kod etmasin. Anaqalar ko'p.
ikkinchi masala bor. Bu tabiiy jarayon borda, evolyutsiya deydi-yu, masalan, ya'ni rivojlanib keladi. Biz ham yosh jamiyatmiz hali. Endi rivojlanib boryapmiz. Anaqalardan o'tiladi, yamalar bosib o'tilinadi. Masalan, telefonning mashinniklar bor, который hamma misol uchun o'rtada qanaqadir period bo'ldi, hamma puliga uxladi, kodni aytib qo'ydi-da, hozir misol uchun kimgadir borib, kodni aytsangiz aytmaydi. Ya'ni immunitet shakllanguncha baribir hamma bir marta kasal bo'lib o'tadi-da. Tushunasizmi? Gap shu yerda. Shunaqa, masalan, kimdir siz menimcha, masalan, ikkinchi marta One ID'dan ochishda уже hushyorroq bo'lasiz, firma ochganda-da. Yo'q, lekin option yo'q, ya'ni sizga variant yo'q, baribir telefon qilishadi. Mana u tashkilotni o'zgartirish kerak-da, menimcha. Tashkilotni Yo'q, davlat yaxshilab- tashkiloti u yerda misol uchun o'tda lavozim egasi bo'lishingiz kerak. Sizni anaqangiz yo'q, poweringiz yo'q. Хотя бы bir hafta begona nomerni ko'tarmasangiz, quloqingiz tinchroq Yo'q, yashaydi. aytmoqchi bo'lganim, u tashkilot qanaqadir bir ichki majlis qilib, qaranglar, mana shunaqa muammo bo'lyapti ekan. Fuqarolardan juda ham ko'p shikoyatlar tushyapti degan narsani qilsa bo'lmasmikan deb. Ideal O'ylab ko'rsa bo'ladi. ana- Ovoz beramiz deydi-yu. ideal hayot haqida aytyapsiz-da. Mana agar tizim darajasida ishlamasa, masalan, endi qo'polroq qilib aytamiz, anaqadagi kimdir sotayotgan bo'lishi mumkin-da, tit qo'yib yuborsa bo'ladi, kirisa bo'lishi mumkin ichkarida. Hozir majlis qildim, siz ideal kesingizda bo'ldi, qilmalaring dedi-da. Ichkarida kimdir o'tirgan bo'ladi-da, X summaga misol uchun bazani berayotgan bo'lishi mumkin. Pul topadi bunaqasi. Ha. Levi ishida. Ya'ni agar ofitsialni ishlamasa, noofitsialni ishlashi mumkin. Buni qanaqa qiladi desangiz, birinchi o'rinda жесткий наказать, jazolash kerak, kimdir ushlab olganda. Ikkinchidan через manba qilish kerak. Mana sizga aytish kerak, yangi firma ochganlarga kimdir telefon qilsa, "Davay nomerni menga bergin" deyish kerak-da. Keyin bitta so'rab olsa, kim sotayotganiga yetib boradi. Tushunasizmi? Hali bu darajada жесткий emas bizada. Ya'ni bunga hali e'tibor unaqa kuchli berilmagan. Umid qilamizki, kelajakda e'tibor bo'ladi, to'g'rilanadi bu narsa. Hisobchiga qaytadigan bo'lsak, men bitta anaqa o'qib qoldim. Pivot.uz degan veb-saytda sizlar Yandex, Bilissimo, Uzum shular bilan muzokara olib borayotgan ekansizlar. Birinchidan, bu ma'lumot qanchalik to'g'ri? Ikkinchidan, savolim, ular endi katta kompaniyalar, ular bitta IT komanda tashkil qilib, ozgina pul tikib, o'zimiz qilamiz hisobchi AI'ni deyishga nima to'sqinlik qiladi ularga? O'zi ikki xil narsa haqida gaplashyapmiz. Muzokaralar umuman boshqa yo'nalish bo'yicha, ya'ni collaboration bo'yicha edi. Bu cho'zildi bu narsamiz, lekin hozir bugungi kunda aktual bu. Ikkinchisi, nimaga o'zligi qilmaydi deydigan bo'lsangiz, o'z qilishiga hech narsa to'sqinlik qilmayapti, lekin masalan, restoranga hisobchi qilish qiziq emas-da. Agar qaysidir IT kompaniya o'zi qilmoqchi bo'lsa, unaqalar tiqilib ketdi o'zi. Qilishyapti ham, lekin top of mind degan narsa bor-da. Bilmayman, o'sha O'zbekistonda masalan pul hisob-kitobi, aqlli hisob-kitob deydigan bo'lsak, qanaqadir ma'noda baribir hisobchi AI chiqyapti bugungi kunda-da. Уже bozori qanchadir qismi bizada уже. Kстати, 205 mingtadan ko'p anaqa pользователь bor ekan sizlarda. Da, вот. Qanchasi aktiv uni? 15 mingga yaqini. Yaxshi, 15 minggacha yaxshi. bo'lgan anaqasi aktiv. Anaqa mana axvat ham bor-da. 205 ming уже bizadagi user-da. Axvatimiz уже masalan deylik X million, который shuncha odam уже hisobchi haqida eshitgan. Lekin boyagi sifra juda kam emasmi? 200 mingtadan bor yo'g'i 15 mingtasi. Kam. Unda mana hisobiga. Pullilik. Pulli bo'lgani uchun ishlatishmayapti. Shunaqa deylik. Endi yo'q, bu yerda kompleks baribir yechimlar bor. Misol uchun biz qayerdadir yetarlicha sota olmaganmiz, qayerdadir. Menga qarangmi? Tasavvur qiling, men hisobchi AI umuman ishlatmaganman. Ishlatishim uchun 3 ta sabab bering. 3 ta sabab emas, 3 ta savol bering. 3 ta savol emas, mana birinchisi sizda pulingizni ko'paytirishga interes bormi yo'qmi? Yoki hozir topayotgan pulingiz yetarlimi? Yetarli, lekin ko'proq bo'lsa yaxshi bo'lar. Вот. Ikkinchisi o'ylab olishim kerak ekan. 3 ta sabab. Birinchi savoldan kelib chiqamiz. Вот, yetarli bo'lsa, mana pulingizni ko'paytirish uchun nima qilmoqchisiz? Ya'ni qanchalik harakat qila olasiz? Endi men oddiy odamman, misol uchun, men fikrim qanaqa?
Ko'proq ishlasam ko'proq pul topaman degan fikrim bor. O'ylab ko'rmaganmisiz qayerdadir tejasangiz ham plyus ko'payishini? Endi man tejamoqchi emasman. Ko'proq topmoqchisiz. Ko'proq topmoqchiman, naоборот ko'proq расход qilmoqchiman, chetga chiqmoqchiman, mashinalar olmoqchiman. Bu yerda 24 soatingiz ko'paymaydida baribir. Ya'ni ko'proq ishlasangiz ham 24 soatda urilasizda kuniga sutkasida. Xullas o'zi mana boshiga nima aytyapman, mana nima uchun birinchidan anaqa kam 205 mingga 15 ming kam deyapmiz. Hozir biza yangi produktligimizni hisobiga birinchi qiziqishi bor, ishlatishga tayyor odamlarni anaqa yig'yapmiz-da. Hozir boshqa pul hisoblaydigan app ishlatayotganlarni sotib olmayapmiz, misol uchun, chunki har doim qimmatroq bo'ladi, o'z marketingdagi odamsiz. Ikkinchisi, manga nima bera olasan degan odamlarga qaramayapmiz hozircha. Hozircha fokusimiz, который tayyor pishib turgan anaqalarga, misol uchun, klientga sotish. Ishongan. Ishongan yoki tayyor bo'lgan. Zafar Hoshimov ishlatyaptimi hisobchi AI'da? Shu ko'rsatuvda download qilib oldim deb aytuvdilar. Bilmayman deb javob bera qoling. Вот, o'shanga anaqa nima desa bo'ladi? Hali unaqa savollarga даже misol uchun nima bera olasan yoki nimaga sani foydalanib nimaga erishaman degan narsaga javobim hali yetarlicha pishmagan meni javobimda. Bu o'zi loyiha qanaqa yaralishiga ham menimcha sal bog'liqlik joyi bormikin deyman-da. Chunki siz nima berishini, bir loyihani nima berishini bilibgina boshlaysiz-ku demoqchiman. O'shanga o'zi qanaqa yaratilgan, o'zi qayerdan kelgan bu ideya o'zi misol. Nega aynan hisobchi AI degan bor-ku, o'shanisi ham qiziqda. Nimaga aynan fintech o'zi? Siz anaqa o'zingiz finanschi bo'lganmisiz? Yo'q, men IT mani background. IT. Finansdan umuman xabaringiz bo'lmagan. Endi har bir biznesmen salkam finansist. Buni ko'p aytishadi. O'zi moliyani, finansi o'zi o'shim kam tushungan edi, yaxshi e'tibor bermagan biznesmen o'sishi ham qiyin deb aytishadi. Qizig'i men e'tibor berganman. Ko'pincha ma'lum bir darajaga chiqqan tadbirkorlarni e'tibor bersangiz, bizda shunaqa holat bo'lib qoladiki, misol deylik bitta ruchkani narxi 30 ming so'mmi? Misol uchun 30 ming so'm bo'lsa, biza men shaxsan uni 30 ming so'mga olib qo'yaveraman. Katta summa emas deyman. Lekin shunaqa tadbirkorlar men bilaman, juda ham cho'qqiga yetgan. Mashina misol uchun 20 mingga harakat qilishadi olishga-da. Savdolashib, qidirib, research qilib, bitta 20 ming ekan deb olishadi misol uchun. Bu yerda menda bitta anaqa bor. Juda anaqa hayotdagi eng muhim narsalardan bittasi endi meni hayotimda. Masalan, endi ruchkani savdolashib olish haqida emas, lekin mana bu yerda 30 ming bo'lsa, naroqda 20 ming bo'lsa, naroqga borib kelish energiyangizni hisoblashingiz kerak-da. Shunaqa. Muhim narsa bor. Ya'ni men boyagi narsa. Uyingiz yonidagi magazinda 30 ming turibdi, lekin taksida borib keladigan joyingiz 20 mingda. Taksi 5 ming masalan. Buni ko'plar lekin dangasalik ham deb qabul qiladi. Yo'q. Endi qarang mana. Anaqa deydi, uyingiz yonida 30 ming so'm, taksida 5 mingga borib kelasiz, to есть 2,5 ming borib kelasiz. Naroqda 25 ming, 20 ming so'm. Sizga 25 mingga tushyapti. 1 soat vaqtingiz ketyapti masalan. 1 soat vaqtingiz agar 5 mingdan qimmat bo'lsa, lutchi uyingiz yonidan olib qo'yganingiz yaxshi. To'g'ri. Agar 5 mingdan arzon bo'lsa, siz 3 ming bo'lsa, agar vaqt baribir narxi bor, 28 mingga olgan bo'lasiz, 2 ming plyusdasiz. Qo'pol qilib aytgan arziydimi yo'qmi? Arziydimi yo'qmi? Ya'ni misol uchun taksida yana bitta misol, taksida masalan borib keldingiz, 10 minut vaqtingiz ketdi, lekin peshkom borib kelsangiz masalan, plyus ketmaydi, lekin peshkom borib kelgan bo'lasiz. Demak, vaqtingizni narxi agar qimmatroq bo'lsa, taksida borib kelganingiz yaxshi. Shunaqa narsalar. Ya'ni bu shunchaki boyagi fikrga tushundik. Tarix haqida gapiringchi deydi-ku. Nima bo'lgan qanaqa? Tarix o'ta nima edi? Anaqa boshlangan, noodatiy boshlangan. Как раз o'sha payt mani o'zimni tariximga qarasangiz, men oldindan o'zimni anaqa biznesimda faqat o'zim loyihalar qilib kelganman-da. Ya'ni sotmaganman nimadan anaqa o'zim applar qilganman, anaqa tarqatganman, xullas anaqa. O'rtada IT agentство boshladim. Ya'ni servis ko'rsatishni boshladim. Pul olaman, zakazga sayt qilib beraman, app qilib beraman, hokazo. Va o'sha vaqtda уже servis sferasiga kirganimdan keyin atrofimda juda ham ko'p servis ko'rsatadigan insonlar paydo bo'ldi. O'zim misol uchun manda levelda, который ya'ni bir xil boshlangan, misol uchun anaqalar. Hammada muammo aynan o'sha pul ajratish. Cho'nchak pul, shaxsiy pul, ish pul, ya'ni biznes puli, shaxsiy pul muammosi. Hech qaysi pul yozmaydi, razrivda o'tiradi, anaqa tit qo'yib yuborilsa bo'ladi,
hammasi qilgan, pul yo'q. Klientdan kecha 6 ming olgan, bugun уже ana cho'nchada 200 dollar bilan o'tiribdi. Pul qani desam, unga berdim, короче tugadi. Har doim baribir yoshim katta, baribir anaqa yozdirdim-da. Men eng kamida Excel yurg'izardim o'sha vaqtida. Yozdirdim. Mana o'zi aynan shu og'riq paytlarida men Threads'da anaqa ko'rib qoldim. Bitta bloger, короче, anaqa qilgan, o'zi uchun AI agentcha qilgan, который Telegram bot расходini yozsa, yozib oladi. Просто расход yozdi, yozib qo'ydi. Ana shunaqa bot qilgan. Keyin ideyasi yoqdi. Bitta qarab chiqdim, zo'r tema, короче. Keyin голосовой ham olardi, даже расход izletsiz. Keyin anaqa qildim. Sразу o'sha boyaga hammaga yoz deydiganlarga bordim. Nimaga yozmaysan? Aka, erinaman. Aka, kompyuter ochishim kerak, Excel anaqa qilishim kerak. Mana eng og'riqli joyi qayerda? Расход bo'lgan joyda sizni kompyuteringiz yoningizda bo'lmaydi-da. Excelga kirgizib qo'yishga yoki расход bo'lgan joyida siz kirib yozishga erinasiz. Kunning oxiriga borsangiz, уже esdan chiqib ketgan bo'ladi. Keyin aytdim, qara dedim. Расход bo'ldi. Голосовой yuborib qo'yish san uchun okmi dedim. Telegram bot, o'zi shuning uchun Telegram botda boshlangan. Голосовой yuborib qo'ysang, o'zi yozib hisoblab ketsa okmi desam, ha, zo'r dedi. Keyin davay dedim, mana shunaqa bot qilaman, oyiga $20 bo'ladi dedim. Ishlatasanmi desam, ha dedi. $20. $20 da. Bo'pti, $20 ber dedim-da. Oybek mana birinchi mijozlarimdan bittasi, который ishonib pul bergan. Ayyo. Da. Xullas, $20 dan 3 ta odamga sotdim. Adashmasam, kunlardir $10 oldim, kunlardir $20 oldim sразу. Dunyoda skidka qilib berdingiz. Keyin pulni oldim, bir haftadan keyin tayyor bo'ladi deb, keyin bordim, anaqa backenderim bor edi. Hali produkt yo'q. Yaxshi narsa. O'zi startap shunaqa quriladi o'zi. Keyin anaqa bordim, qaradim, tizib berdim, mana shunaqa maqsad mana shu dedim. Keyin где-то bir haftada anaqasi chiqdi, MVP'imiz chiqdi. Который Telegramga kirasiz, hech qanaqa knopka yo'q, hech qanaqa menyu yo'q, statistika yo'q, просто расходingizni yozasiz. Yozib oldi deydi-da. Keyin bitta knopkacha bor, расходlarim degan knopka bossangiz, sizni hamma расходingizni chiqazib beradi. Mana shuni chiqazdik. Keyin bitta o'zim qilgim kelmasdi, chunki nima desa bo'ladi, Sheri bilan ishlash baribir yaxshiroq. Anaqa bitta marketolog og'ayimga bordim, aytdim, qara mana shunaqa tema. Davay aytadi, anaqa qilamizsan, bu прикольно, davay gaz dedi. Shu bilan u bilan sherichilikda anaqa qildik. Faqat o'sha bir haftada qilgan MVP'imiz sotuvga hali sotuv uchun mo'ljallanmagan, prototip edi-da. Keyin davay dedikda, ozgina yo'lni to'g'irladik, чтобы ro'yxatdan o'tish, pul to'lash, har bir odam o'zini anaqasi, profili bo'ladigan qildik. Общий 12 kun ketdi. Ideyadan birinchi sotuvgacha bo'lgan kun 12 kun tayyor bo'ldi. Odamlarga yoniga borib pulini qaytarib berdim. Keyin narx masalasi bor edi. Men arzon qilib qo'ymoqchi edim. Tam 15 ming, 10 ming atrofida, чтобы hamma ishlatsin deb. Keyin baribir ichki komandada suhbat anaqa bo'ldi-da, narxi balandroq qo'yishga qaror qildik. Nima uchun? Boyaga narsa. Birinchi faqat chungan, haqiqatan og'rig'i bor odamlarga anaqa sotish uchun. Keyin qancha qo'yamiz, короче, 50 mingmi, 30 mingmi? Keyin qarasak, Evs'da lavash 37 ming edi o'sha payt. Lavash narxini qo'yib yubordik. 37 ming paqqatib qo'ydik. Keyin shu bilan chiqib ketdi. Birinchi sotuvimiz где-то 18-aprel'damidi? Qanaqa bo'lgan? Xullas 12 kunda sразу target yoqib yubordik. Videolar olib sotuvga chiqdi, haligi odamlarga olib borib berdim, ishlatdim, men puling, чтобы men bu yerdan 37 ming to'la, narx tushdi. Bilan bo'ldi. Eng qiziq joyi, shunda sotuvga chiqazib yuborganmiz, sразу ikkita odam sotib oldi, ya'ni target ertalab yongan bo'lsa, obedda bo'layotgancha ham ikkita odam sotib olyapti-da. Menga shaxsiyimga yozyapti, aka, bot ishlamayapti. Bot ishlamayapti deb. Keyin aniqlayapmiz, bitta kichkina xato qolib ketgan, til masalasida. Odamlar eng kayf qilgan joyim nima bo'lyapti? O'sha ikkita odam ham yozyapti, aka, pulimni qaytarma, men hammasi okey. Menga ishlaydigan qilib bergan, чтобы men og'rig'im bor edi. Menga kerak edi unaqa narsa deyapti. Okey, gap yo'q, tuzatib beryapmiz, ishlatyapti. O'sha odamlar haligacha ishlatyapti, bugungi kungacha ham. Bu necha yil oldin kelgan? 1 yil bo'ldi. Mayda 1 yil to'ladi-da.
Birinchi mingta yuzeringizni qachon yig'gansiz? Qanaqa qilib? birinchi mingta yuzeri o'sha may ichida, may o'zida yig'ib qo'yganmiz. Ha, bir oy ichida yig'ib qo'ygansizlar. 1,5 oy deylik. interes juda katta bo'lgan ekanda. Da o'shanga birinchi anaqa produkt chiqqan vaqti qiziqish bo'lgan, misol uchun. Mana endi bular aytgandaqa boyagidaka sekin-sekin уже tushunmagan, bilmagan odamlar ham olamiz. Early adopters degan segment bor-da, который yengillikka o'ch bo'lgan. Вот ularni hozir ular bilan ishlayapmiz ko'proq, kamayib boryapti bu narsa. Shunaqa qilib уже sotuv bo'ldi, keyin anaqa nima desa bo'ladi, target yonishni boshladi, odamlar qiziqishni boshladi, ishlatishni boshladi, keyin feedback bilan уже bugungi kunga kelib qoldi. Bu loyihaga bilamiz bir nechta investitsiya ham olgansiz. Birinchi investorlaringizdan bu Yoshlar Ventures adashmasam. Qanaqa bo'lgan mana shu proses? Siz eshigini taqillatib yuborganmisiz? Yo'q. Ular sezib qolganmi? Вот, eng qiziq joyi qanaqa bo'lgan? Mana misol uchun biznesdan chiqqan odamman, sherigim ham biznesdan chiqqan odam. Biz startup, venture history qilish o'ylanmagan edi boshida. Biz chiqazib yuboramiz, odamlar ishlatadi, pul olib keladi, ozginasini tiqamiz, ozginasini o'zimizga. Simple, как klassika. Keyin oradan o'sha bir oylar o'tgandan keyin qaryapmiz, sпрос katta, odamlar ishlatyapti, unit ekonomika o'ta plyusda. CIC'miz ancha arzon edi o'sha paytida. Keyin уже har levelga chiqqan levelingiz o'zingizga norma ko'rinishni boshlaydi-da. Keyin ikkita lavash narxi bo'ldi ekan deydi. Yo'q, naborot, lavash narxi oshib ketib qoldi. Bizlar narx hali ham ushlab turibmiz. 1 yildan beri 37 ming turibdi. Keyin sherikni chaqirdim, oqilli, brat dedim, "Davay investga qarab yuramiz, venturning historiya qilamiz, чтобы davay kattaroq narsa qilaylik, чтобы просто hisobchicha, 1000 ta user ishlatadi. Pulni 5 so'm pul olib yashagandan ko'ra davay kattaroq narsa qilamiz, boom qilamiz" deb anaqa qildik. Davay bo'ldi, venture history qilamiz, invest olamiz degan narsa qaror qabul qilindi. O'sha jarayonda anaqa bo'lib qoldi. Yoshlar ishlari agentligi tog'da anaqa lager qilishdi-da. Ibrat. Yo'q, Ibrat emas, nomi esimda yo'q, более startup uchun. Ha, startup uchun. Keyin men o'sha anaqaga narsa berib yuborishim kerak edi. Toshkentdan bitta aka Shahzod, juda yaxshi inson. Toshkentdan ketayotgan ekan. Как раз o'sha ishlaydigan odamda. Hozir Yoshlar Venturesda ishlaydigan odam bo'lgan, keyin bildim. Narsa berib yuborishim kerak edi. Outda edi ularning ofisi, Yoshlar Venturesda. Keyin American University'ning oldida tegida ko'rishdik. Narsani berdimda, keyin tanishib qoldik suhbat bilan. Nima ish qilasiz dedim, aytdim, startuperman dedimda. Triko qilib, keyin qaysi startup dedilar, aytdim, hisobchi desam, "Voh, hisobchisizmisiz?" dedi. Keyin, "Ha, biz desam, "Mani bitta 45 yoshli tog'am bor, anaqada, fermami nimadir" dedi. "Tog'am ishlatadi hisobchini" dedilar-da. Keyin, "Vau" dedim, "Zo'r" desam, "Ha, shunaqa, nima qilyapsizlar?" dedim. "Endi venturega qarab yuryapmiz" desam, "Давайте ko'rishaylik, gaplashaylik" bilan nomer almashdik, kontakt almashdik. Shu bilan suhbat bo'ldi, переговоры bo'ldi-da. Shu bilan investitsiya oladigan bo'lib qoldik. Ulardan. Ulardan. Ya'ni Yoshlar Ventures ham yangi ochilgan venture edi. Biz ham hali endi investga tayyor bo'lib qolgan joyimiz edi. Shu bilan matching bo'ldi va biz ularga ma'qul keldik, ular bizga ma'qul keldi. Misol uchun DDlardan o'tdik, tekshiruvlardan. Shu bilan investitsiya bo'lib ketib qoldi. Ular shunda nimaga qarab investitsiya qiladi? Misol uchun return'i qanaqa bo'ladi o'shalarga? DD qilinadi, due diligence deyiladi. O'tda o'sha hamma narsa tekshiriladi. Unit ekonomika, fin model, PNL, churn qanaqa, misol uchun 6 oydan keyin qayerda bo'lasiz, 1 yildan keyin qayerda bo'lasiz, hamma narsa tekshiriladi. Sizlarda o'sha boshida boshlanganda fin model, unit ekonomikalar hammasi bo'lgan. Yo'q edi, keyin qildik. Ya'ni o'sha investitsiya olishimiz birinchi suhbatdan invest olinguncha bo'lgan period где-то 1 oy deylik. 1 oy ichida o'sha yangi firma ochildi, полный fin model ko'tarildi, PNL qilindi, ya'ni o'sha 1 oyda hamma narsa qilindi-da. Shu narsalar beriladi, keyin DDga kiradi, DDda o'sha qaror qabul qilinadi, tikamizmi, tikmaymizmi ventureda. O'sha qaror qabul qilishdi, tikamiz degan, shu bilan adashmasam, agar adashmayotgan bo'lsam 001 invest dogovori hisobchi bilan bo'lgandi. Ya'ni birinchi anaqa investitsiya shartnomasi Yoshlar Venturesniki. Yana kimlardan olgansiz investitsiya? Вот, biza o'zi 50 ming olmoqchi edik. Birinchi raundda pre-seed, seed deylik, 50 ming olmoqchi edik. Keyin Yoshlar Ventures bilan anaqa qildik, 50 ming narxda savdolashish bo'ldi, anaqa bo'ldi. Keyin million otsenkada 50 ming olishimiz kerak edi. $750 ming otsenkada
37,5 ming Yoshlar Ventures berdi. Keyin bizaga yetarli summa edi aslida 37,5 ming. Lekin biz har xil joylarda pitch qilganmiz, anaqa qilganmiz. Keyin anaqa bo'lib qoldi. CS Angels bor, Angellar klubi, ya'ni angel investorlar yig'ilgan klub. U yerda pitch qildik, u yerda ham interes, qiziqish bo'lib qoldi-da, keyin anaqa bo'ldi. Pitchdan chiqqandan keyin Dilmurod aka ular bilan gaplashib anaqa qildik, pul olasizlarmi dedi. Biz aytamiz, aka, pulimiz bor. Keyin anaqa lutcha olganlaring yaxshi, чтобы uzoqroq vaqtga va yaxshiroq ketasizlar deb anaqa bilan suhbat bo'ldi-da, keyin u yerda ham 37,5 minglik komit oldik. Shunda общий hisobda yoshlardan 37,5 bo'ldi, ECS Angelsdan 37,5 ming bo'ldi. Bu mana har doim qiziq bo'lganda valuation nimaga qarab hisoblaysizlar? Valuationni qaraydigan bo'lsak, mana early startuplarda, early stage startuplarda valuation yaqinda boshlangan. da, mana yangi ochilgan startuplarda valuation ko'proq anaqa oldingi shunga o'xshagan startuplar qatga qarab ketgani, hozir qancha topayotgani, mana shunaqa bo'lib abstraktroq sanaladi. Ya'ni o'zi qo'pol qilib aytaylik, anaqa ideyani narxi 200 ming. Eski gap, men adashayotgan bo'lishim mumkin va shaxsiy meni fikrim shu, noto'g'ri gapirib qo'ygan bo'lmay. Ideyani narxi 200 ming. Ideyasi chiqdi, haligindaqa $20 dan 10 ta odam to'ladi, masalan, yoki bir 100 ta birinchi klientingiz bor, endi B2C da aytyapman. 500 ming, ya'ni ideyasi chiqqan, pul to'lashga tayyor odamlar bor, lekin hali bilmaysiz. 500 ming atsanki, PMF ni topdingiz, PMF degani product market fit deyiladi, ya'ni og'riq bor, odamlar pul to'lashga tayyor. PMF topganingiz где-то 750 ming, 1 million, shu bilan ketaveradi. Ya'ni boshidagi narx примерно mana shunaqa qo'yiladi. Ya'ni bu nimadan kelib chiqadi? Hozir tog'angiz yoniga borasiz-da, tog'a, men Marsga uchmoqchiman. Marsga uchadigan raketa qilmoqchiman. Pul bersiz, sizga где-то 200 ming atsenkada qo'lingizga 5 ming beradi, misol uchun 10 ming beradi, 5%-ga, masalan. Mana shunaqa hisoblanadi. Chunki ideyani narxi yo'q deb, bir. 10 ming kerak sizga, 10 mingga necha foizga degan narsadan kelib chiqadi. 10 mingga misol uchun 50% olish yomon. O'shaning uchun 5%, 10% ga 10 ming olasiz, shunda siz atsenkangiz 200 ming, 150 ming mana shunaqa chiqadi. Tushunarli. Yana kimlardan olgansiz investitsiya? Уже yo'q, biz pre-seed olganimiz o'sha общий 75 ming pul bilan kelyapmiz 1 yildan sal kamroq muddatga. Chunki o'zimiz topayotgan pul ham bor. O'shaning hisobiga raundni endi ochamiz mana shu yozda. Keyingi raundni. Endi bu kelajakda qanaqa ya'ni investitsiya olmoqchisizlar? Yoki o'zi hisobchiga qanaqa ko'rasizlar, misol uchun? Bir xilga kompaniya ownerlari men ko'rganman, ma'lum bir proyekt qilishadi-da. Kimdan keyin uni sotib, keyin boshqa proyektga ko'tarilish uchun, ya'ni o'sha harakat qilishadi. Ya'ni adashmasam Tesla'da ham shunaqa bo'lganmidi? Elon Muskda PayPal sotib, keyin Teslaga harakat qilgan joy bo'lganmidi? Shunaqa bo'lganmidi? Ya'ni shunaqa bir qanaqadir hisobchiga vaqtinchalik, ya'ni long term emas, uzoq muddatli emas, ma'lum bir muddat ishlatib, undan foydalanib bu loyihadan keyinchalik boshqa loyihaga o'tish qiziqishinglar ham bormi? O'zi mana bunaqa narsa ishlaydi. Mana sportsmenlar bo'ladi-yu, masalan, karateslar deylik, chorniy poyez uchun harakat qiladi-da, masalan, boshlanishida. O'zi har bir startaper uchun deylik, endi большинство haqida aytyapman, exit, ya'ni kompaniyani sotish bu chorniy poyezdda chempionlikdir. Ya'ni men misol uchun success case'da masalan startapimni sotsam, men uchun bu chempionlik bo'ladi. O'shanga misol uchun xaridor bo'lsa, yaxshi, misol uchun exit strategiya bor bizda, misol uchun kompaniyani misol uchun sotib olaman, hisobchini sotib oladigan kompaniya bo'lsa, переговорga kiriladi va exit qabul qilinadi. Necha pul baholayapsizlar hozir? Hozir 1,5lar menimcha chiqsa kerak bugungi kunda. 1,5 milliondan teparoqda. Bugungi kunda, chunki общий atsenka xullas hisoblaganda 1,5 milliondan chiqsa kerak. Yozda raund ochamiz, o'shanda aniq atsenka chiqadi. Значит, yozda уже tayyor bo'lib qolasizlar, ya'ni sotuvga. Yo'q, sotuv emas. Qarang, investitsiya uchun raund ochamiz, уже yozda raund ochamiz. O'sha yerda уже atsenka aniq bo'ladi, kim kirishi aniq bo'ladi, necha foizligi aniq bo'ladi. Hozircha o'sha pulimiz bor. Bor pul bilan yashayapmiz, ya'ni optimizatsiya qilyapti, aniq qilyapti. Asosiy narsa bor, investitsiya har doim ham yaxshilikka ishlayvermaydi o'zi. Har doim
birinchidan balans bo'lishi kerak. birinchidan invest bu sizga cho'nchagingizga mana buni ishlat kayf qil deydigan pul emas. Bu ham bir mas'uliyat. Har bir tiyinini hisoblaysiz, har bir tiyini qilinadi va ikkinchi narsa statistikaga qaraydigan bo'lsak, juda ko'p startaplar hozir raqamlar esimda yo'q. Investdan keyin yopilib ketgan. Endi yopilib ketgan emas, yomonlashib ketgan. Hozir bu narsalarni balansini olib yurish uchun o'zingiz ishlatasizmi hisobchiga? O'zim ishlataman hisobchi. Endi bu hisobchini ko'proq shaxsiy pulim uchun ishlataman, chunki biznes uchun nimada boshqa ERP anaqamiz bor, ERP tizimimiz bor. Ha, faqat o'zingizlar uchun shaxsiy. Aha. Ochib ko'rsataymi? Shu yerda bitta savol borda. Oila a'zolaringiz ham ishlatadimi hisobchi AIni? Ishlatadi. Ishlatadi. Qanchalik foyda beryapti? Semeyniy byudjetga deydi. Semeyniy byudjetgami? Haqiqatdan foydasi bo'lyaptimi? Bu yerda o'ylash kerak. Misol uchun, ayolim yaqinda ishlatishni boshladi. Hali rezultati hali yo'q. Nimaga yaqinda ishlashni boshladi? Siz 1 yildan beri qilasiz-ku bu narsani. Endi momenti keldi, nima desa bo'ladi? Endi pulni haqiqatan Endigina ko'ndira oldim. nima desa bo'ladi? Harakat bor edi. Endi mana hamma narsani ham vaqti soati bor-da, qachonda tayyor bo'lasiz? Mana endi tayyor bo'ldi, который qo'lida pul aylanishni boshladi masalan. Уже mana bunaqa deylik, oyiga masalan summaga heyt bo'lmasa, masalan, oyiga 3 million topsangiz, sizga kerak emas-da. Anaqa deylik. Sizda уже yoki masalan, bitta joydan oylik olasiz va bitta joyga to'lov qildingiz, masalan, kerak emas sizga-da. Уже mana pul kirim chiqimi ko'payib ketishni boshlasa, anaqa qilsa, уже sizga kerak bo'lishni boshlaydi. Ya'ni income stream ko'p bo'lsa, ha, уже siz anaqangiz, mana finansistlarda anaqa bor. Kompaniyangiz o'rtacha 100 ming oborot qilmaguncha sizga finansist kerak emas-da. To'g'ri. O'shanaqa narsa, misol uchun o'lchanadigan narsangiz kam bo'lsa, lutch sizga kerak emas hisobchi. Lekin ochiqchasiga men boy ham aytdim, o'zi aytmoqchi edi, aka ishlatmay boshqadi. Hazil. Missiyamiz bor deysiz-ku. 100 ming topayotgan odam, bizning missiyamiz 150 ming topish kerak. O'sha uchun nimalar qilyapsizlar? Bu narsani ochiqlamaganim yaxshi. Hozircha o'ylayapman faqat. Hozircha research qilyapman. Hamjuje hisobchi bilan bezor qildik. Ko'p gaplashyapmiz. Ko'p gaplashyapmiz. Endichi hobbilar haqida gaplashaylik. Hisobchi aydan tashqari sizni qanaqa inson deb tanisak bo'ladi? Misol, nimalarga qiziqasiz? Sport misol uchun. Mana men bugun bir 3 soat futbol o'ynadim. 3 soat maza qildim men. 3 soat vaqt topdingizmi futbol o'ynashga? Futbol uchun vaqt topaman. Boshqacha ayting, qanaqa 3 soat o'ynadingiz deb. 3 soat qanaqa o'yin oldingiz? 3 ta komanda bo'ldi endi, almashib dam olib. Lekin ko'proq biz yutdik, lekin umumiy hisob olganda bir 2 soat yugurdim, tinmay. O'shaqa. Sizda bir qanaqadir hobbilaringiz, sportga qiziqishlaringiz bo'lsa, o'zi bo'sh vaqtingizni qanaqa o'tkazasiz? Bugungi kunda men ishlayapman. Ortgan vaqtimda yana ishlayapman. Tim bo'lgan AI bilan hozir nima desa bo'ladi? Ish effektivligi yanada oshib ketganda, o'shani hisobiga qiziqish yana kuchayyapti-da. Masalan, deylik yarim soatda bitta narsani, bitta checkbox qo'ydim, masalan, bitta narsani yasab qo'ydim. Уже bu narsa dalish tortib ketyapti. To'xtadi, ammo yana yarim soat ishlasam, yana bitta narsa qilaman deyapman. Mana shunaqa qilib o'z girdobiga tortib ketyapti. Borgan sari chuqurlashib ketyapsiz. Hozir qanaqadir ma'noda shaxsiy hayotda krizis deylik. Endi krizis emas. Shaxsiy hayotga energiya yetmayapti. Men bu adashmasam Jahongir Ortiqxo'jayev gaplarini eshitgandim podkastlarda. Ya'ni bu narsa juda noto'g'ri deb aytishadi. Har safar nima bo'lishidan qat'iy nazar oilaga vaqt ajratish kerak deb aytishadi, o'qilishadi. Lekin muammo nimada bilasizmi? U podkastlarni eshitganingizda misol uchun bu narsalar detalni yoritib berilmaydi-da. Narsa yoritib berilmaydi. Ya'ni aynan deylik, bu yoqqa hayotni hozir mana shunaqa pog'onasida o'zi haqiqatda nima qilish kerak degan savollar bo'ladi-da. Ya'ni shu holatlarda o'zi nima deydi, shu savollar o'zi qiynab qo'yadi. Shuning uchun biz o'zi bu loyihani boshladik-da.
Endi savolim shuki, siz o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Ya'ni bu holatingiz to'g'ri yoki noto'g'ri? Lekin aksariyat omma xalq bu noto'g'ri deb aytadi-da. Lekin man shaxsan noto'g'ri deb bilmayman. Ya'ni ma'lum bir darajada misol uchun 5 yil, 50 misol balkim 3 yil davomida qanaqadir pog'onaga yetib olgungacha misol ko'proq yoshda ishlash kerak deb bilamanda. Shunaqa. Siz fikringiz nima bunda? boya aytganimdek to'g'ri noto'g'ri degan narsa yo'q, hamma o'ziga позволять qilganida qiladida. Masalan, siz noto'g'ri deb hisoblashingiz mumkin o'zingiz uchun, man ham misol uchun to'g'ri deb hisoblashim uchun o'zim uchun, lekin man to'g'ri degan hisoblagan narsa kim uchundir mos kelmasligi mumkinda. Uni hayotini qanaqadir joyiga to'g'ri kelmaydi, u qanaqa holatdaligini bilmaydi. Misol shunaqada, ya'ni bu narsa juda qiyin savol, ya'ni javobda. Shunaqa, bu yerda qarashimiz kerak. Masalan, agar meni ham hozir plastik hisobimda masalan dollarda bir 7 xonali raqamim bo'lganda eng kamida, man sizga kelardimda, birodardirdim, dam olsangchi derdim. O'zim kokosni ushlab olib, lekin u 7 xonali bo'lguncha nima qilganim qizuvda. Lekin bitta tarafi bor. Mana Shahid Alimov yaqinda podkastlarini eshitganimda aytayotgandilar, man Iron Man bo'ldim, lekin Iron Man bo'lgunimga qadar shijoatim kuchli edi, maza qilardim, ko'chaga chiqib yugurganimdan keyin 5 kilometr, 10 kilometr atrofida bemalol odim, zo'r edi. Menga motivatsiya bo'lardi misol uchun. Iron Man bo'lgunimga qadar deb aytadilar, lekin Iron Man bo'lganimdan keyin уже qiziqish qolmadi misol uchun. Ya'ni men aytmoqchi bo'lganim, siz hozir aytgan bir sanoqli raqamlar, misol 7 xonalimi, 8 mi, 10 farqi yo'q. Bular kelganingizdan keyinchi. O'zi misol hobbiga qarab odamni maqsadi ham balkim o'zgaradi misol. Ya'ni o'sha maqsadlaringiz bormi? Qanaqa yo'l tutmoqchisiz? Ya hobbidan kelib chiqib misol uchun boya hobbi haqida gapirgan edim. Vaqtingizni qanaqa o'tkazmoqchisiz? Misol ko'proq sport bilan shug'ullanmoqchimisiz? Men misol uchun men bilamanki Zafar Hoshimov ko'proq Twitterda yaxshi ko'proq o'tiradi deb eshitganman. Ya'ni misol Aziz Rahimov Schoolda u yoq ko'proq nima deydi, ko'proq mediadalar. Misol, ularni operatsion sistemalarini boshqa inson, G'ayrat, ya'ni Abdulloh aka boshqaradi. Ular ko'proq boshqa narsalar haqida o'ylashadi. O'zini shaxsiyatini ustida ishlash degan masalada. Ya'ni shunaqa planlaringiz bormi o'zi? Ko'p savol berib oldim, yaxshi bo'laman. Orada ko'p savol kelib ketdi. Chunki o'zi shakllanyapti-da video bor. Zo'r. Mana bunaqa deylik, mana hozir 27 daman. Maqsad 35 dan keyin ishlamaslik. Qiziq. 35 dan keyin ishlamaslik uchun hozir 24/7 ishlayapman, qo'pol qilib aytganda. Ya'ni boyaga narsa, dam olish uchun ishlayapman-da hozir. Dam olish. Atak bunaqasiga yetadigan bo'lsak, hozir dam olsam 35 dan keyin ham ishlashim kerak bo'ladi. O'shanga mana ichimdagi, misol uchun meni interesim qatda, 35 gacha hamma narsa, bu ham abstrakt narsa, joy-joyiga qo'yib ish to'xtatish. Yo'q, o'zi ko'ngilga yoqqan narsalar bilan shug'ullanish, bu investitsiya, ta'lim va boshqalar haqida. Shuhrat aka, menimcha bu podkastda AI haqida gaplashmasak bo'lmaydi. O'zi boya ochib gaplashsa yaxshi bo'lardi. Bevosita AI bilan startap qilgan odam sifatida nima deb o'ylaysiz? AI qayerga qarab ketyapti? To'g'ri joyga qarab ketyapti. Qanaqa o'zgarishlar bo'ladi deb o'ylaysiz? Hozir misol uchun mana bizning marketing agentsiyamiz bor. Montaj bizda juda ham og'riqli mavzu edi. Montajyor topish, misol uchun yaqinda bitta yangilik chiqdi. O'sha Adobe Hixfield bilan birga ishlayapti. Videoni montaj va dahshat narsalar qilyapti-da. O'sha so'rayapman, misol uchun qanaqa o'zgarishlar bo'ladi deb o'ylaysiz? Yana qanaqadir yangiliklar bordir balkim. O'zi har doim xullas AI mana dalish rivojlanishi bitta narsaga olib keladi. Qaror qabul qiluvchilarni qiymati oshadi. Qaror qabul qila olmaydiganlar yoki qilmaydiganlari qiymati tushadi. Ya'ni kimnidir ishdan oladi, kim mana bu sohani yo'q qilib, mana bu sohani ishsiz qoldiradi emas. Kimki qaror qabul qiluvchi bo'lsa, kattaroq sferada qaror, ya'ni strategik, ular narxi yanada oshadi,
qiymati. Lekin mana bu qora demaylik, ya'ni qo'l mehnatilar AI olib qo'yadi. AI oladi. Qora degan joyi kesib tashlaymiz. Bu fikringizga sal qo'shilmayman lekin. Chunki hozir nabarot bo'ladi deb o'ylayman. AI ko'pchilik misol uchun dizayner, montajyorlarni ishini olib qo'yishi mumkin. Lekin santexnika, elektriklarni ishini olib qo'ya olmaydi deb o'ylayman. Bu insonlarni qiymati yanada oshadi. O'shaning uchun boya kesamiz dedim-u, men ko'proq bu IT, ya'ni texnologik sohada aytdim-da, чтобы texnologik qora ish faqatgina o'tda emas. Masalan, marketingda montajchini, montaj qiladigan odamni misol uchun qora mehnat desa bo'ladi. Ya'ni men qora mehnat o'ta abstrakt aytyapman, ya'ni yerga urmay yomonlashmayapman. Men o'zim aytaman, kod yozayotgan vaqtim o'zimni qora ish qilmayman deyman-da. Вот misol uchun montaj qiladi yoki developer sifatida mana bu kod yozadigan odam, уже qo'l mehnatini qiladigan odam уже ketadi. Chunki AI aytaman 90%, 80% developerdan zo'r kod yozyapti hozir. Kimni qadri oshadi deydigan bo'lsak, o'sha qaror qabul qiluvchilar, ya'ni AI ustida o'tirib, mana bu narsani qil, mana bu narsani qilma. Misol uchun, tushunyapsizmi? Yoki mana bu yerga qarab ketamiz deydigan odamlarni qiymati oshadi, deyapman-da. Ya'ni marketingda ham xuddi shunaqa. Mana bu tekst yozib o'tirgan odamni narxi tushadi, qiymati, copywriter. Lekin biza mana bunaqa tekst yozishimiz kerak yoki mana bu darajaga chiqishimiz uchun bizga mana bunaqa tekstlar kerak bo'ladi. AI yozib ber, mana bunaqa formatda, mana bunaqa shaklda, mana bu odamlar uchun deydigan odamni qiymati oshib boraveradi, deyapman-da. Ya'ni to'g'ri ishlata olgan. Ya'ni men jismoniy mehnat haqida gapirmadim. U misol uchun santexniklarniki oshib boradimi? Bilmayman, chunki o'z sferada men unchalik kuchli emasman jismoniy mehnat tomonda. Lekin u ham qachon chopiladi? Robotlar уже gumanoidlar chiqyapti-da, уже который uyingizda уборка qiladi, yig'ishtiradi. Уже plysos robotlarga уже yillar bo'lib ketdi chiqqaniga, masalan, u sfera ham qachondir ketadi. Qachondir. O'zini vaqti keladi unda. O'zini vaqti keladi. Balki 100 yildan keyindir. Balki 50 yildan keyin, balki 5 yildan keyindir, misol uchun-da. Tushunarli. Xo'p, men ko'proq aqliy sohadagi anaqani aytdim va aqliy sohadagi qora mehnat haqida aytdim. Hikmat aka, o'zi savollarimiz juda ham ko'p. Hozir savol orqasidan savol kelyapti, lekin Rosa ko'p. vaqtimiz tejalganda, sizni ham vaqtingizni tejash maqsadida bizada bir nechta an'analar bor. An'analardan biri bu kitob tavsiyasi. O'zi kitob o'qib turasizmi? Ha, eshitaman, o'qiyman. Qaysi kitobni tavsiya bergan bo'lardingiz? Mana fikrlashingizni o'zgartirgan kitob. Tak. Mana bunaqa deylik, o'zi kitob ham qanaqa tanlanadi? Zafar aka juda zo'r tushuntiradilar. Qayeringizni og'riq bo'lsa, o'sha joyi anaqa nima edi? To'g'rilash uchun kitob misol uchun o'qiladi-da. Давайте bir nechta variantlar aytib ketay. Agar misol uchun qiyin, anaqa yengil, qiyin men bu kitob o'qimayman deydigan odam bo'lsa, badiiy bitta o'zi badiiy o'qimayman, bitta badiiy bor. Eljarnonga atalgan gullar degan kitob bor. Eljarnonga atalgan gullar. O'sha kitob juda yengil, kichkinagina kitobcha, badiiy, o'qib maza qiladi odam. Agar o'zbek bo'lsa, o'zbek tilida o'qigani yaxshi, agar yoki rus tilida. Startap bo'yicha keladigan bo'lsak, Peter Thiel 0 dan 1 ga juda zo'r ochib tashlaydi. Agar servis ko'rsatadigan odam bo'lsa, ya'ni mana bu переговорlarga kiradigan odam bo'lsa, Kremlevskaya shkola переговоров. Maza qilaman, maza qilganman o'qib. Anaqa avtori rus, esimda yo'q hozir nomlari, Kremlevskaya shkola переговоров. Juda zo'r sotuvchi. Mana shu 3 ta kitob 3 xil yo'nalish uchun. Ya'ni startap texnologiya bo'yicha Peter Thiel, badiiy bo'lsa o'sha Eljarnonga atalgan gullar, переговор bo'lsa Kremlevskaya shkola переговоров. Bizga juda yaqin kitob, bizani anaqa deylik mentalitetga, chunki SNG anaqasida. Ajoyib. Rahmat kattakon tavsiyalar uchun. Bizani yana bitta an'anamiz bor. Har safar bu YouTube ko'rsatuvimizni tomosha qilib, eng yaxshi komment yozgan insonga biz bonus tariqasida uchrashuv rejalashtirib beramiz. Misol uchun deylik, qaysidir inson sizga o'xshagan bir texnologiya yo'nalishida o'zini startapi bo'lsa, sizdan so'raydigan balkim savollar ko'p bo'lishi mumkin. O'sha insonga biz rejalashtirib beramiz, rozi bo'lasiz. Siz xudo xolasa chaqiramiz va yana o'sha gap,
eng yaxshi komment yozgan, fikrini bildirgan insonlarni Xudo xohlasa kommentini albatta har bittasini o'qib chiqamiz va kutib qolamiz. Fikringlarni qoldiringlar va Shunaqa, kattakon rahmat. Tanishgandan xursandman. Man ham xursandman. Fikrlaringizni ulashganingiz uchun, bilimlaringiz bilan ulashganingiz uchun kattakon rahmat. Endi bitta xayrlashib olamiz. Aziz do'stlar, podkastni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Albatta izoh yozing va foydali bo'lgan bo'lsa, tanishlaringizga ham yuborib qo'ying. Kanalimizga ham obuna bo'ling. Hammaga rahmat. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr. sog' bo'linglar. Rahmat.